oynani orqa tomoni bo'lgani kabi o'sha yaxshi niyatda qo'yib bergan narsalarimizni ham chegarasi, me'yori va ovoz ohangida pastlik darajasi bo'lishi kerak. O'sha tug'ilganlaridan beri mana shu narsalarni tinglab kelamiz. Yodlashda ham har doim o'sha ingliz tili o'rganganimizda ham men ingliz tili o'rganyapman dedim. Rus tili o'rganayotganimizda ham men Rossiyada qiynalmaslik uchun rus tili o'rganyapman dedim. Mana arab tili o'rganayotganimizda ham birinchi navbatda faqat shunchaki quruq arab tilidan boshlab bo'lmaydi. Eng avvalida payg'ambarimiz, ularning hayotlari, qayerda yashaganliklari, Alloh haqida, Allohning himmati, bizga berayotgan ajr savoblari, bizga ilinadiganlari, bizni himoya qilishlari va duolardagi so'zlarning ma'nolari aslida nimaga kerak? Masalan, Ixlos surasini to'liq tarjima qilib bersangiz, tarjimasini aytib bersangiz yoki o'sha duolarni ma'nosini hammasini aytib bersangiz, Nas surasi nimalardan himoya qilish, nimalardan asrash haqida ekanligini batafsil aytib bersangiz va o'sha duolarni his qilib yodlasa, ya'ni bu Allohga bo'lgan so'zlarimiz, bizni eshitishi, mana shu haqida, ya'ni unga bo'lgan gaplarimiz, unga aytayotgan rahmatlarimiz, mana shularni tushuntirib bersak, o'zi nimaga rahmat aytishimizni tushuntirishdan boshlashimiz kerak. Shunda bolamiz bilan u tilni o'rganishimiz osonroq bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz oyisini shunaqa deb chaqirgan ekan. Mana shunaqangi, ya'ni bu til shunchaki o'rgatilib qo'yiladigan, shunchaki majburlatib, takrorlatib yodlattiriladigan til emas. Biz ham o'sha payg'ambarimiz borgan joylarga, yashagan joylarga borganimizda qiynalmasligimiz, ularning tillarini tushunishimiz, yana ham ko'proq narsa o'rganib kelishimiz uchun ular bilan gaplasha olishimiz kerak. U yerda o'sha payg'ambarimiz haqidagi ko'p narsalarni bilib kelishimiz uchun, nima qayerda qanaqa bo'lgan, bular haqida so'rashimiz uchun, bilishimiz uchun ham mana shu tilni o'rganishimiz kerak degan bir yaxshi niyatda bu asnosida o'sha payg'ambarimiz haqidagi to'plam kitoblarini o'qish, hikoyalar aytib berish bilganimiz qadarida va ularni ham haligi urdu chiqtilarini emas, o'sha ayollari bilan bo'lgan munosabatlari, otalarini sog'inganlari haqida, yoki bo'lmasam o'sha vatanidan ketib qolgani, vatanini sog'inganlari haqida, yoki bo'lmasam o'sha bolalari, nevaralarini qanaqa qilganlari haqida. Hozir nima deydi? Shunaqangi bir sevgini shakllantiraylik, payg'ambarimizga bo'lgan muhabbatni, Allohga bo'lgan muhabbatni ochaylikki, u tilga nisbatan bolalarimiz o'zlari ochilsin. O'zlari hozir mendan so'rashadi, ishonasizmi? Ya'ni arab tilida qanaqa ekan emas, payg'ambarimiz ayasini qanaqa chaqirganida, aya eslatib oling deb so'rashyapti. 2,5 yoshimam, 4,5 yoshimam. Ya'ni aya payg'ambarimiz nima deb chaqirgan edi? Opasi nima deb chaqirgan? Ya'ni buni payg'ambarimizni tili, ya'ni payg'ambarimiz shu tilda gaplashgan, biz ham shu tilni o'rganyapmiz degan mazmunda aytib berganim uchun ular mana shunaqangi savol beryapti. Ya'ni tilga nisbatan muhabbatni shakllantirishimiz kerak. Eng avvalida qiladigan ishimiz mana shu. Tilga bo'lgan muhabbat, munosabat shakllansa, hamma narsaning ilojisi bor. Masalan, oshxonani yoqtirmaydigan insonga 1000 zo'r ovqat qilishni o'rgatsangiz ham, u oshxonani yoqtirmaydimi? Unga o'sha ovqatni mehr qo'shmagandan keyin iloji yo'q-da, unaqa shirin chiqmaydi. Shuning uchun ovqatlar bemaza chiqadi. Mehr qo'shishni o'rgata olmaysiz. U mehr bolalikdan shakllanadi. Ya'ni o'sha oshxonaga kirmoqchi bo'lganda haydalmagan yoki biron bir ovqat qilganda so'kishmasdan to'g'ri tanqid qilingan, to'g'ri baholangan bola oshxonaga kiradi. Oshxonaga kirib zavqlanadi o'sha ayol.